Assalomu alaykum, natijali liderlar, omonmisizlar? Kunni yaxshi boshlab oldingizlarmi? Boshlangan kuninglar xayrli bo'lsin, barakotli bo'lsin. Ilohim hammalaringni mana shu joyga Allohim yetkazsin. Qaranglar, qanaqa zo'r imkoniyatlardamiz. Bu imkoniyatlarni bizga Greenleaf korporatsiyasi tomonidan berildi. Qancha insonlar orzu qiladigan joylardamiz. Maza qildik, tahajjud namozlarini o'qidik, bomdodlarda o'tirdik, maza qildik. Kechqurun uxlolmadik hattoki. Umuman charchamadik, Allohga behisob shukrlar aytdik. Nimaga? Orzularimiz amalga oshdi. Onalarimiz yonimizda, Malxotepan dadalari yonlarida, komandamizda mana shu bir stol bo'lib o'tirish orzu qilgandik oldingi sayohatlarda. Bugun qarangki, o'zimizning komandamiz alohida mazza qilib o'tiribmiz. Mana shu yerda mazza qilib o'tiribmiz. Ana onajonlar, qizlarimizni borlariga shukur. Ustozlarni borlariga shukur. Sog' bo'ling. Shularning orqasida mana biz ham shu yerlarda o'tiribmiz. Anajonlaringiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin.